qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Mani to'liq ismim Saidova Gulnoza. Hozirgi davrda oliy ma'lumotli ishchiman. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Shu davrda, shu yillarda yetishgan yutuqlarimiz uchun, davlatimizda bo'layotgan o'zgarishlar uchun kattakon juda ham minnatdormiz. Xalq nomidan sizga murojaat qilyapman. Juda ham muhim murojaat qilyapman o'zim nomimdan. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, 2024-yilda hayotimda katta qiyinchilik bo'lgan va 2024-yilda xalqimiz juda ham katta qiyinchiliklarga yo'liqqan. Birinchi darajada bu mошенничество 2024-yilda katta masshtabli bo'lib kelayotgan. 2024-yilda mani nomimga moshenniklar nomidan 4 ta kredit rasmiylashtirilgan. Va men juda ham og'ir ahvoldaman hozirgi davrda, chunki bu kreditlar nomimdan yechilmagan. Ustiga juda ham katta foizlar hisoblangan. Asosiy Anor bank tomonidan kredit 45-50% yozilgan bo'lsa ham, hisoblanganda 90 milliongacha, ya'niki 90%gacha foiz hisoblab berilgan summadan hozirgi davrda juda ham qiynab kelyapti. Umuman banklar tinchlik bermayapti. Kecha kunduz, hattoki yakshanba kunlari ham 12 dan keyin bezovta qilishadi. Juda ham ko'p telefon qilishadi. Ish paytida bezovta qilishadilar. Ko'pincha o'sha avtootvetchikda bo'ladi. Va juda xalqimizni shu kungacha juda ham qiynab kelayotgan shu savol: kim bizga yordam beradi? 2024-yildan boshlab mendan tashqari minglab odamlar shu kungacha hech qanaqa yordam qilinmagan. Chunki 2024-yildan beri juda ham ko'p instansiyalarga murojaat qilganmiz. Prokuraturaga, ROVDga murojaat qilganmiz, kiberxavfsizlikka murojaat qilganmiz va juda ham ko'p instansiyalarga murojaat qilganmiz. Ombudsmanga murojaat qilganmiz. Hattoki prezident administratsiyasiga ham murojaat qildik. Boshliqlariga murojaat qildik. Lekin hech qanaqa o'zgarish, rezultat hech qanaqa yo'q. Shu davrgacha hamma kreditlar o'zim nomimda turibdi va banklar uyimga kelishadi. Telefonim kecha-yu kunduz telefon qilishadi. Xotirjamligim umuman yo'q. Va hozirgi davrda ishxonamga ham talabnoma jo'natishgan. Halollab topayotgan qiymat pullarimni почти 100% ni yechib olishyapti shotimdan. Va hozirgi davrda men juda ham qiyin ahvoldaman. Chunki o'zi aslida bu banklar ham topgan pullar harom deb hisoblayman. Va o'sha nezakonным путем aldov yo'li bilan topilgan summalari hozir xalqni qiynab kelib, shu hozirgi davrda men shu qatoriga kiraman. Qiynab xohlagan ishlarini qilib yuribdi bank tomonlaridan deb hisoblayman. Chunki qayerga murojaat qilgan bo'lsam ham ROVD tomonidan, kiberxavfsizlik tomonidan, prezident administratsiya tomonidan faqat bitta gapni eshityapman. Ombudsman ham shuni qatoriga kiradi. Biz banklarga hech qanaqa kuchimiz yetmaydi. Chunki zakonodательствоda, qonunchiligimizda bu narsa yo'q.
va sudga juda ham ko'p murojaat qilishga harakat qilganman. Lekin bitta sud, Mirobod sudi ham, Yakkasaroy tuman sudi ham hech bittasi mani arizamni qabul qilishmagan. Chunki ular shu hisobga olishganki, kredit to'lanmagan va arizani ham qabul qilmaymiz degan tarzda hamma arizamni qaytarib yuborishgan. Umuman qabul qilishmagan ham, qaytarib yuborgan. Necha marta juda ham ko'p marotaba murojaat qilganman. Oxirgi iltimosim va oxirgi yordam sifatida murojaat qiladigan odamim siz bo'lasiz, hurmatli prezident. Man o'ylaymanki, shu faqat sizni qo'lingizdan keladi. Chunki bankligi hech kim bas kela olmayapti. Hozirgi davrda Asaka bank, Aloqa bank, Anor bank, Sanoat qurilish bank, TBC bank shu banklarga qator banklar xohlaganini qilishib yuribdi va odamlarga shu foizlarni undirishga bor harakatini tashlashyapti va xalq tomonidan emas, faqat o'z foydasini tomonlamay ishlayapti hozirgi davrda. Va men o'ylaymanki, faqat shu davlatimiz rahbari, ya'niki siz hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev faqat sizni yordamingiz bilan shu ishimga o'zgartirish kiritishga yordam berasiz deb o'ylayman. Sizdan juda ham katta iltimos qilaman, o'zim nomimdan, xalq nomidan. Chunki juda ham tanishlarim ko'p shu holatga tushib juda ham qiynalyaptilar. Ajrashgan ayollari bor. O'zini bolasini boqa olmayapti. Chunki mana shu kredit nomida rasmiylashtirilgan banklar hammani juda ham qiynayapti hozirgi davrda. Juda ham sizni yordamingizga muhtojmiz. Iltimos qilaman o'zim ham. Yordamingizni so'raymiz. Va yaqin kunlarda Xudo xolasa yaxshi natijalarga erishamiz deb o'ylaymiz, Xudo xolasa. Rahmat kattakon. Ajratgan vaqtingiz uchun, diqqatingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat.